Hammamiz tunuydigan Mayun oliy maktab imtihonida matematikada necha numr olgan bilamiz. O zodi matematikada necha numr ibotda olgan qandaq aqlliq bo'ladi deb bilsam ishonmay qolsiz. 1982-yili Mayun tunji qitimliq oliy maktab imtihoniga qatnashib, matematikada 1 numr olgan. 1 numr olgan. Bu vaqtda oliy maktabga qabul qilishga matematikada o'lcham bor. Shundaqqa shuning bilan Mayun tunji qitim qabul qilinmay, fudu qilib o'qigan, qayta o'qigan. Ikkinchi yili u nihoyat yaxshi tayyorlik qilib, oliy maktab imtihonida matematikada zo'r darajada ilgirlab 19 numr olgan. Yanıla ötənməy qalğan. Şunu olayımdı bunun ata-analары boldi esa uqma. Mayun yenil tənməmgən iradlik adam bu bilimiz go. Şunu olay yen 3-cü qitim qaytıb berməyə degəndə bunu ata-analары tosqan. Hem o degan 80-ci illəri xiyal qılıb baxınlar. Şunu olay ata-analары bunun vay nim qılsa ali məktəb imtahanı bunu birə Navoyga ya birə Qasabqa birə ünəg şagirdlik bəsə qul tapa alaysa bizning yükümüzni minni xil talaysa degan birə xotni birimiz yəni ki Mayun turub yo'q men zad ali məktəb imtahanı qayt qatnışmaya deb ata-anasının gepini jiranmay kunduzi ishlab kesh vaqti keshlik kursi qatnashib 3-cü qitim oliy maktab imtihoniga qatnashib 1984-yili oliy maktab imtihonida matematikada 89 numr oldi. Endi bu Mayunning ham ingliz tili natijasi yaxshi bu ingliz tili bak pishqanda mushundaq bo'lgandan keyin shuni bilan bu o'z ko'nglidagi oliy maktab Hangzhou Sifan nashosiga qabul qilingan.